Sog'indim. Mana siz kelishingizga tayyorgarlik ko'rib o'tiribmiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xotinimga hamma yoqni tayyorlab, joy solishni tayyorlab qo'ydim. Ishqilib uyingiz issiqmi? Voy, bag'rim issiq-ku, bag'rim. Bo'pti, soat 2 ga tayyor bo'lib turgin. O'zim olib ketaman. Uyga domla chaqirganman, peshinda keladi. Lash-ushlaringni ertaga ham olib kelaverasan, bo'ptimi? Oyi, bugun men maktabdan kelishimga ko'ksamsa qilib berasiz-a? Ha, qilib beraman bolam. Issiqqina somsa yopib qo'yaman. Oyi, men ko'k somsa yemayman. Zo'r-ku, kam mazali. Qo'ylar yeydi ko'kni. Men yemayman. Menga go'shtli somsa qilib qo'ying. Aka, oyim charchiydilar. Oyimga buyruq bermang. Ishing bo'lmasin. Bo'ldi, bolalarim, urushmanglar. Ikkalangizni ham buyurtmangiz bajariladi. Ura, bugun ko'ksamsa yeymiz. Rahmat, oyijon. Ko'k somsa yemaganlarga o'xshaysizlar. Kunora somsa yopib beraman sizlarga. Oyi, buningizni ko'zi och. Unaqa dema bolam. Aka-ukalar bir-biriga mehribon bo'lish kerak. Akalar ukalarni himoya qilish kerak. Ukayam akani aytganini qilish kerak. Aka men doim urishadilar. Maktabda ham menga qaramaydilar. Unaqa qilma o'g'lim. Kelishdikmi? Ikkalanglar ham kiyiminglarni kir qilmasdan kelinglar, xo'pmi? Xo'p bo'ladi, oyijon. Oyi, sizga nima bo'ldi? Nega yig'layapsiz? Yo'q. Ko'zimga narsa kiribdi. Hech narsa bo'lgani yo'q, o'g'lim. O'zimni shirinlarim. Kichkintoyim. Sevimli ko'rsatuv va serial